O'zingiz yig'ishtirib oling. Haqqi $1000 bo'ladi aka. Pulimni qaytarib ber mani. Urilganingni eshitib ketadi aka endi. Zapchasi 1900 bo'ladi, ish haqqi $1000 bo'ladi aka. Voy, yo'q, qimmat-ku, bozordan olib kelaman undan ko'ra. Malibuga original zapchasinglar bormi aka? Bor aka, Malibu nimasi kerak? Kapot, krilo, fari kerak, faqat original kerak aka. Keyin bo'ldi aka, hamma narsasi jam qilib beramiz, muammo yo'q okajon. Aka, hammasi $1650 pul bo'ldi, lekin originaliga xudo xolasa javob okajon. Mana aka, olib keldim original zapchaslarni. Aka, kimdan oldingiz? Yedirib yuboribdi-yu, Xitoy berib yuboribdi-yu, brat, ha? Nima, Xitoy? Original narsa bersalaring bo'lmaydimi? Nima narsa berib yubordilaring? Aka, sal o'zingiz yig'ishtirib oling. Kim aytdi sizga uni Xitoy deb? Ustam aytdi, pulimni qaytarib ber mani. Ustangiz? Ustangiz bilmas ekan. Bo'ldi aka, mana pulingiz. Muammo yo'q. Hamid aka, assalomu alaykum. Malibuga zapchasi bormi aka? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ha, aka, Malibuga zapchasi bor. Qanaqa zapchasi bering? Eng arzoni kerak aka, eng arzoni bor, o'shandan kerak. Arzoni? Aka, arzonda ozgina muammo bo'ladi. Ha, aka, unisidan xavotir olmang, o'zim amallab olaman. Bo'ldi. $450 qilib beraman aka hammasini. Xo'p aka, hozir bolalar borib beradi. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Men zapchaslarim pulini berasizmi, birada? Ha, aka, hozir akamdan shunda pul olib olib beraman. Aka, assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Ana aka, ishlaringiz bitdimi? Ustakam hamma original zapchaslarni yig'ib berdilar. Yo'q, hamma original zapchasini yig'ib berdimi? Gap yo'q lekin.